Hozirgi kunda aynan mana shu lokatsiyadan men aytgan pulga balkim quruq yer olishingiz ham mumkindir, lekin men sizga tayyor imoratlar bilan birgalikdagi mana shu uyimizni ko'rsatib o'taman. Oromgoh Sardoba Plus magazinini shuni oldidan kirganimizda chapdan ikkinchi ko'cha. Ko'chalari ham to'liq asfalt bo'lgan hamda yuqori qismda joylashgan. Fasadi ham naq 28 metrli ushbu xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Ko'rib turibsiz, xonadonimizni agar quruq yer hisobida oladigan bo'lsangiz ham, boshqatdan imorat quraman desangiz ham zo'r proyekt qilsangiz bo'laveradi. Sababi fasadi juda ham keng. Bitta 3 sotuvli, bitta 3 sotuvli qilib ikkitaga ham ajratish imkoniyati bor. Darvozaxonadan kirganimizda o'ng tomonimizda mehmonxonamiz joylashtirilgan. Buni alohida o'zining yerto'lasi ham bor. Chap tomonimizda esa uy dahliz ko'rinishida ikki xona uyimizni joylashtirib ketilgan. Buni pastki qismi to'lig'icha podval qilingan va undan keyin ham yana bitta yakkali xonamiz bor ekan, ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Uning eng chekka qismida kichkina bolalarga yotoqxona qilib bersa bo'ladigan, yo bo'lmasa oshxona sifatida foydalanadigan joy bor. Uylarimizning remontlari birinchi ko'rgan o'sha mehmonxonamiz bilan bir xil o'shaning cho'chlarni olib o'tirilmadi. Mana bu tomonda ham yana uy dahliz ko'rinishida ikki xona uyimiz planirovka qilingan. Orqa tomonimizda ham hovlisi bor. Hayvon boqish uchun, nimadir orqa hovli qilish uchun sharoitlari mavjud. Mana bu tomonimizdan bitta kondura xonamiz va uning yonida bitta yakkali xonamizni planirovka qilishgan. Old sotuv, gaz, suv, svet hammasi mavjud. O'zi yaxshi biladi oromgohliklar, bu mahalla ancha qimmat turadi. Narxi $97,000. Egalari oldinroq $120,000 narx bilan chiqarishgan, yaxshi baholar bo'lgan, berishmagan. Lekin hozir maqsadi sotish, yaxshi niyatda, yaxshi narxga berib yuborishmoqchi. Eganing telefon nomeri videoni pastda aloqaga chiqib, 97,000 dan oz-moz barakasiga so'rab, mana shu xonadonni sotib olishingiz mumkin.